Audio Jungle. Audio Jungle. Gulnora Karimova bo'yicha kutilgan xabar e'lon qilindi. Joriy yilning 27-aprel kuni Shveysariya sudida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid pul yuvish va boshqa jinoyatlarga oid sud ishi boshlandi. Bu voqea qariyb 20 yil avval boshlangan. Markazda O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova turibdi. Shveysariya bosh prokuraturasi da'vosiga ko'ra, u O'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lgan telekommunikatsiya kompaniyalaridan pora undirish bilan shug'ullanuvchi idora deb nomlangan keng tarmoqli tarmoq tuzganlikda ayblanmoqda. Ushbu tarmoq ko'p yillar davomida faoliyat yuritib kelgani aytiladi. 2012-yilda bosh prokuratura Karimova va uning biznes sherigiga nisbatan jinoiy ish ochgan. Ular korrupsiya jinoiy tashkilotida ishtirok etish va pul yuvishda ayblanmoqda. 2015-yilda Jenevadagi Lombard Odier xususiy bankining sobiq xodimi tergov ostiga olingan. U 2008-2012 yillar davomida idoraga aloqador shaxslar uchun bank hisoblari ochish va boshqarish orqali mablag'larning kelib chiqishini yashirishga yordam berganlikda ayblanmoqda. Lombard Odier bankining o'zi pul yuvishda bevosita ayblanmayapti. Asosiy masala bank o'z xodimining ehtimoliy jinoiy harakatlarini oldini olish uchun barcha zarur tashkiliy choralarni ko'rgan-ko'rmaganligida. Bu korporativ jinoiy javobgarlik tushunchasiga kiradi. Shu asosda Shveysariyadagi bir nechta banklar, jumladan Banque Piquet, Credit Suisse va Safra Sarasin avvalroq jazolangan. Bankning o'zi 2012-yilda bu holat haqida pul yuvish bo'yicha hisobot berish idorasiga xabar bergan va tergov bilan to'liq hamkorlik qilgan. Xo'sh, nima uchun bu ish bunchalik uzoq davom etmoqda? Asosiy faktlar murakkab bo'lgani kabi jarayonning borishi ham g'ayritabiiy bo'lgan. Ayniqsa ishning davomiyligi hayratlanarli. Asosiy voqealar 2008-yilga borib taqaladi. Shveysariya jinoiy adliya tarixida birinchi marta federal jinoyat sudi so'roq o'tkazish uchun xorijga safar qilgan. Yillar davomida ishning ikki yo'nalishi turli prokurorlar tomonidan alohida olib borilgan. Faqat 2025-yil may oyida tergov boshlanganidan 10 yildan ko'proq vaqt o'tgach, federal jinoyat sudi bosh prokuraturaning pozitsiyasiga zid ravishda ikki ishni birlashtirishga qaror qilgan, chunki ular bir xil faktlarga asoslangan. Sud majlisi joriy yilning 27-apreliga belgilangan. Yuqoridagilar hisobga olinsa, sud qanday kechishini prognoz qilish qiyin. Ko'plab omillar mavhum bo'lib qolmoqda va ko'p yillik tergov davomida ko'plab qoidabuzarliklar to'planib qolgan. Sudga kim kelishi noma'lumligidan tashqari, qaysi dalillar qabul qilinishi va ularga qanday vazn berilishi ham muammo bo'lib qolmoqda. Shuningdek, jarayonning o'ta uzoq davom etgani va ko'plab protsessual qadamlar huquqiy bahoga qanday ta'sir qilishi ham asosiy savollardan biridir. O'zbekiston ichida keskin burilish. Shavkat Mirziyoyev boshqaruvidagi suslikni fosh qildi. Dunyo bo'ylab keskinlashib borayotgan geosiyosiy qarama-qarshiliklar fonida ichki barqarorlik masalasi tobora muhimlashmoqda. Aynan shu nuqtada Shavkat Mirziyoyev keskin va ochiq signal berdi. Endi eski uslub bilan ishlash davri tugadi. Davlat rahbari eng oddiy, ammo eng og'riqli masalaga to'xtaldi. Oziq-ovqat, go'sht va kartoshka masalasi muammo bo'lmasligi kerak deb qat'iy aytildi. Lekin real holat boshqacha. Qashqadaryoda kartoshka ekilishi atiga 41%, Surxondaryoda esa 44% ni tashkil qilgan. Natijada narxlar darhol o'sdi. Birgina mart oyida kartoshka Surxondaryoda 12,5%, ga, Qashqadaryoda esa 9% ga qimmatlashgan. Bu oddiy statistika emas, bu ta'minotdagi uzilish va boshqaruvdagi sustlikning ochiq belgisi. Prezident vaziyatni yanada kengroq kontekstda baholadi. Uning ta'kidlashicha, global ziddiyatlar, yetakchilik uchun kurash va kuchlar qayta taqsimlanayotgan hozirgi davrda dunyo endi sokin bo'lmaydi. Demak, har bir rahbar nafaqat ish uslubini, balki fikrlash tarzini ham o'zgartirishi shart. Shu fonda hududlardagi real muammolar ochiq tanqid qilindi. Nurafshon shahri va G'uzor, Narpay, Urganch, Yangiyo'l, Chinoz tumanlari hokimlari ogohlantirildi. Ayniqsa Nurafshon hokimi bilan bog'liq holat keskin misol bo'ldi. 2 yil davomida qurilishni boshlay olmagan tadbirkorga yordam berish o'rniga muammo qayerdan prezident darajasiga chiqib ketganini qidirgani fosh qildi. Bu esa bitta narsani ko'rsatadi. Muammoni hal etish o'rniga uni yashirishga urinayotgan tizim hali ham mavjud. Yana 13 ta tuman: Qamashi, Qarshi, Mirishkor, Arnasoy, Sharof Rashidov, Yangiobod, Navbahor, Kosonsoy, Qumqo'rg'on, Furqat, Shovot, Shayxontohur, Sergeli sanoat rejalarini bajara olmagani uchun jazoga tortilishi belgilandi. Endi har bir korxonaga borib eksport va ishlab chiqarish muammolarini joyida hal qilish topshirildi. Oldinga qo'yilgan vazifa ham aniq: qisqa muddatda ishlab chiqarishni 25 trillion so'mga, eksportni esa 1 milliard dollarga yetkazish. Energetika sohasi esa alohida og'riqli nuqta sifatida ko'rsatildi. 44 ta tumanda elektr yo'qotishlari 20% dan oshgan.
prezident bunday rahbarlarni zudlik bilan almashtirish, o'rniga yosh kadrlarni qo'yish va yo'qotishlarni kamida 2 barobar qisqartirish bo'yicha KPI joriy etishni talab qildi. Shu bilan birga bu yil 5 milliard kilovat elektr va 3,5 milliard kub metr gazni tejash majburiy vazifa sifatida qo'yildi. Bu resurslar ustidan nazorat kuchaytirilayotganini anglatadi. Yig'ilishda yana bir keskin ibora yangradi. Quruq oylik olib o'tirganlar ham, ishlaganlar ham bitta poyezdda ketmoqda. Bu nafaqat tanqid, balki tizim ichidagi adolatsizlikka berilgan ochiq signal. Shu bilan birga ijobiy fon ham bor. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston yuqori iqtisodiy faollik hisobiga barqaror o'sishni saqlab qolmoqda. Yana bir muhim ko'rsatkich, mamlakat iqtisodiy erkinlik indeksida 14-pog'onaga yuqorilab, ilk bor mo'tadil erkin iqtisodiyotlar qatoriga kirdi.